Bugun sport bitta video qo'yibdi, istoriya. Taysonni o'tgan safargi jangida biz chiqqanimizda serk deb kulibdi-da, xalq taniydigan yigitlar. Men ularni videosini ko'rganimda shunchaki like bosib o'tib ketganman. Omadini bersin. Yo'qsa yo'qmasa o'zbek deyishga. U o'tirib ayolga o'xshab kulyapti, biladi. Qo'lingdan kelsa, setkani ichiga kirdi, bayrog'ida osmon uzra ko'tarib O'zbekistonni baqir. Bizlar bor imkoniyatdan foydalanayotgan ikkita qishloqda oddiy xalqdan chiqqan yigitlar bizlar. Bizlar bor imkoniyatdan foydalanyapmiz, bor yo'g'i. O'sha kulgan vaqti Taysonni tanasiga e'tibor beringlar. 28 ga bo'linib ketgan trenovka mehnatidan. O'sha kulayotganlarni bo'yni kalitni bo'yniga o'xshaydi. Tavba qildim. Qachon bizlar padishkani o'rganamiz? Bunday o'ylayman-da, balkim ularni yaxshi davralarda, qimmat joylarda o'tirib, qimmat sharoitlarda katta bo'lgani uchun shunaqa fikrlarmikan. Erta bir kun men ham shuncha pul topsam, men ham shunaqa bo'lib qolaman. Undan ko'ra uncha katta pul kerak emas. Mana shu oddiygina bo'lib yurganim yaxshi. Unaqalarga Alloh teng kelmasa, bandasi teng kelmaydi. Aqlim yetadi ko'p narsaga. Kerak emas. Men jahon miqyosida chiqqan media bo'yicha baisman. O'zimni ishimni qilaman, yurtimni bayrog'ini ko'taraman. Dal shu yurishimni davom etaman, inshaalloh. Assalomu alaykum O'zbekiston. O'z fikrlaringizni kommentda yozib qoldiringlar. Aqllilar.